Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentim Shavkat Miromonovich. Men Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Qoryoch mahallasi Mehnat ko'chasi 3-uydan bo'laman. Hop, ismim Saidov Sherali Ismoilovich. Hurmatli Prezidentim, meni mana noqonuniy uyimni zo'ravonlar buzdi. Fermerga tegishli bo'lmasa ham fermer meniki deb aka-ukalari bilan noqonuniy hujjatlar qilib, meni 17 yil yashagan uyimni buzib tashladi. Sizdan iltimos menga amaliy yordam bersangiz. Mana men hozirgi paytda hop ko'chada yotibman. Ko'chada mana hozir sizga ko'rsataman. Mana hurmatli Prezidentim, mana yotishim, mana ko'rpa to'shaklar, mebellarim hammasi ko'chada yotdi. Mana archalarni ustidan yo'l o'tgan, Amuzan kanalni yonidan yo'l o'tgan. Bu yo'ldan mashina o'tadi. Mana bu yo'ldan mashina o'tadi mana bu yerdan. Xullas chang to'zonda yotibman. Hurmatli Prezidentim, menga amaliy yordam bering. Iltimos sizdan. Meni zo'ravonlar majburiy holatda uyimni buzib tashladi. Hech qanday qarorsiz. Iltimos sizdan. Meni 17 yil yashaganman bu yerda. Mana meni yashagan joyimga mana makka ekib qo'ydi mana. Mana ko'rishingiz mumkin mana zovur bor, mana tollarda narigi betida, tollar tagida zovur bor orasida, narigi betida meni uyim bor edi. Shu yerga mana makka ham ekib tashladi. Sizdan iltimos. Menga yordam bering. Iltimos sizdan.